Biz har kuni minglab insonlar yonidan o'tamiz. Kimdir o'z baxtini izlab xorijga ketadi, kimdir aldov qurboniga aylanadi, yana kimdir hayotning og'ir sinovlari qarshisida yolg'iz qoladi. Lekin shunday insonlar borki, ular soyada turib, mana shunday zaif va yordamga muhtoj qalblarga umid chirog'ini yoqadilar. 2001-yildan buyon Istiqbolli avlod ijtimoiy axborot markazi odam savdosi, zo'ravonlik va adolatsizlikka qarshi mardonavor kurashib kelmoqda. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramonlari mana shu markazning yuragi bo'lgan 3 nafar fidoyi ayol. Ular inson taqdiri, qadr-qimmati va erkinligi uchun kurashayotgan ko'rinmas yulduzlardir. Juda ham ko'plab o'zi jabrlanuvchilarga yordam berganmiz. Vatanga qaytarish masalasi bo'yicha eng qisqa vaqt 2-3 sutkada yordam berganimiz. Asosiy maqsadimiz fuqarolarni ogohlantirish, ularga to'g'ri ma'lumot berishdan iborat. Ko'plab fuqarolarimiz asosan ishlashga ketishadi. Erkaklarimiz, ayollarimiz birinchi navbatda shu davlat tilini bilsin. Odam savdosidan jabrlangan ayollarimiz bular o'zlariga qachonlardir oilada zo'ravonlikka duch kelishgan. Fuqarolik pasporti bu bizning shaxsiy pasportimiz. Hech kim uni olib qo'yishga haqqi yo'q. Odam savdosidagi zo'ravonlik bunga nisbatan juda ham shafqatsiz ko'rinishda kun davomida necha xil insonga bular xizmat ko'rsatishga majbur. Bu tashkilotda juda ko'p loyihalar bo'ldi. Shulardan bittasi migratsiya. Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik tomonidan juda ham ko'p davlatlar bilan mehnat shartnomalari tuzilyapti. Bizga murojaat qilgan migrantlarni biz qonun doirasida chetda ishlashi uchun yordam berishga harakat qilamiz. Davlat tomonidan migratsiyaga chaqirilayotgan, jalb etilayotgan yoshlarimiz bu qonuniy nuqtai nazardan himoya qilingan bo'ladi. Har bir davlatda bizning elchixonalarimiz, konsullik vakolatxonalarimiz mavjud bo'lib, fuqarolarimiz murojaat qilishi mumkin. Shohida Qosimova, Istiqbolli avlod Respublika ijtimoiy axborot markazi boshqaruvi raisi o'rinbosari. Uning zimmasida nafaqat tashkiliy ishlar, balki adashgan, aldangan va chorasiz qolgan yuzlab insonlarning umidi yotadi. Odam savdosidagi mudhish jinoyatga qarshi xalqaro va davlat miqyosida kurashish, jabrdiydalarni jamiyatga qaytarish u uchun shunchaki vazifa emas, hayot mazmunidir. Shohida opaning sovuqqonlik va cheksiz mehr birlashgan nigohida minglab ayollar va bolalarning porloq kelajagi yashirin. Shohida opa, odam savdosidan jabrlangan insonlar sizni tashkilotingizga telefon qilsa, qancha vaqt davomida ularni O'zbekistonga olib kelasiz? Demak, murojaat qabul qilindi, ma'lumotlar tahlil qilindi, shaxsga doir ma'lumotlar to'plash boshlandi. Bu shaxs hozir qanaqa vaziyatda, odam savdosida bo'lsa, qaysi shahar, qaysi hududda taxminan bu saqlab turilibdi. Yana odam savdosini qaysi turdagi ko'rinishda ekspluatatsiya qilinyapti. Majburiy mehnatdanmi, xizmatlardan foydalanilyaptimi yoki bo'lmasam bular shahvoniy xizmatlarga majburlanayotgan shaxslarmi? Mana bular ajratib olingandan keyin demak bizda yordam ko'rsatish bo'yicha rejalar tuzilishi boshlanadi. Bu davrda masalan biz murojaatni qabul qildik, bo'ldi shu bilan to biz yordam bergungacha kutib turgan emas, balkim zarur paytlarda ularga murojaat qilib, ular bilan bog'lanib, holating qanaqa, qaysi joydasan, lokatsiyang o'zgardimi, boshqa joyga olib o'tishdimi, yoningga kim odamlar keldi, nimalar gapirishyapti, hammasi to'g'risida demak biz ma'lumotlarni to'plab boramiz. Shu bilan birgalikda demak bu jabrlanuvchilarimiz masalan bizda vatanga qaytarish masalasi bo'yicha eng qisqa vaqt, mana men ayta olaman, bu 2-3 sutkada yordam berganimiz. Demak bitta qizimizga Moskvaga ishlashga taklif qilishgan, o'zlarini yaqindan tanigan bilgan odamlari bo'lgan. Borgandan keyin bularni oldiniga kafega olib kirib, erta ovqatlanishgan. Boshqa tanishlari ko'rib qolgan, bilan tanishtirishgan. Endi uyga boramiz deb uyga borganda oldin hech kim bo'lmagan, lekin kechga yaqin yana boshqa qirg'iz, qozoq millatiga mansub bo'lgan qizlar ham kelishni boshlagan, orasida o'zbek qizlar ham bo'lgan. Keyin bunga aytishyapti, "Sen bu yerda shu klientlar keladi, hozir o'zing ipaqqa keltirib ol, ishlaysan" deb. Men ishlamayman, men ishlagandan keyin emasman bu yoqqa deb. Demak bu e'tiroz bildiradi. Demak o'sha paytda bu qiz Facebook orqali ichki ishlarga murojaat qiladi.
ichki ishlar bizga ma'lumot beradi. Mana shu 1,5-2 soat ichida biz bu qizni shu saqlab o'tirgan kvartiradan xavfsiz hududga chiqarishga muvaffaq bo'ldik. Yana bundan tashqari shunaqa holatlarimiz borki, odam savdosidan jabrlangan shaxslarga biz 2 oy, 3 oy, 4 oylab ham vaqtimiz ketadi. Bir xillarda 7-8 oy, undan ham ko'proq vaqt talab qilinadi. Bu ularni qaysi davlatda saqlab o'tirilganligi yoki bo'lmasa bu davlatga qaysi yo'l bilan olib kirilganligi bilan bog'liq. Dilnoza Ibragimova, Istiqbolli avlod markazi Toshkent shahar bo'limi boshqaruvi raisi. Uning faoliyati chegara bilmaydi. Musofirlikda, begona yurtlarda bilmasdan huquqini buzib qo'ygan, chorasizlikdan tuzoqqa tushgan yoki hujjatlardan ayrilib qiyin ahvolda qolgan yurtdoshlarimizga aynan Dilnoza qo'l uzatadi. U begona ellarda sarson bo'lgan vatandoshlarimizning qonuniy himoyachisi. Ularning qalb chirog'idir. Dilnoza uchun dunyoning qaysi nuqtasida bo'lishidan qat'iy nazar, har bir o'zbekistonlikning qadri ustuvor. Dilnoza musofirchilikda yurgan, pasportini oldirib qo'ygan yoki qonun qoidalarini bilmasdan buzib qo'yib, maoshlarini ololmayotgan insonlar sizga masalan yig'lab, telefon qilib yordam so'raganida, ana shu paytda siz qanday ularga taskin berasiz, qanday umid berasiz siz? Pasportlarini oldirib qo'ygan yoki majburiy mehnatga uchragan, odam savdosidan jabrlangan, asosan shunaqa fuqarolarimiz ko'plab murojaatlar kelib tushganda, har bir o'sha dolzarb aloqa tarmog'imizda psixologlarimiz faoliyat yuritadi yoki operatorlarimizni o'zi ham bunaqa maqsadli guruh vakillari bilan ishlayverib o'zligi ham psixolog darajasiga ham yetib ketishgan. Birinchi navbatda ularni shu holatlarini baholab, ularni holatlaridan, ichki holatlaridan kelib chiqib suhbatlar olib boriladi. O'zimizni davlatga kelgandan keyin ham ularga qandaydir yordam beriladimi? Ha, albatta. Odam savdosidan jabrlangan fuqarolarimizga, jabrlanuvchilarimizga birinchi navbatda aeroportda kutib olish, ularni bizani markazimiz xodimlari shu aeroportda kutib olgandan keyin birinchi navbatda o'sha psixolog suhbati o'tkaziladi ular bilan. Psixologik suhbatlardan keyin ularning shu ehtiyojlari baholanib, keyinchalik sal stress holatlari ozgina yumshagandan keyin psixologimiz ularni ijtimoiy xodimga yo'naltiriladi va ularga o'sha kelgusidagi yuridik yordamlar, o'sha hujjatlarini tiklashda yordam ko'rsatiladi yoki shu kasb hunarga yo'naltirishda yordam ko'rsatiladi va kelgusidagi ishga joylashishlarda ham shu biz markazimiz xodimlari tomonidan ularni shu to'g'ri yo'naltirib, o'sha davlat tashkilotlariga to'g'ri yo'naltirish orqali, demak, ularga to'liq shu reabilitatsiya, reintegratsiya xizmatlari ko'rsatiladi. Shunaqa vaziyat bo'lganmi? Biron bir ayol kishini, masalan, ayol kishi misolida keltiraylik. U yerda masalan zo'ravonlikka uchragan, bu yerga kelgan, uni hayotini eshitib, sizni o'zingizda juda ham qattiq stress bo'lib, o'sha narsani masalan 2-3 oylab esingizdan chiqara olmagan payti bo'lganmi? Turli xil taqdirlarni ko'ramiz. Turli xil taqdirlarni eshitamiz. Hammasiga asosiy sabab mana shu ishlash jarayonida ko'rib chiqamiz. Asosiy sabablar mana shu ayollarimizni, qizlarimizni yoshligidan ularga yetarli bilim va ko'nikmalar berilmaganligi, masalan, o'qishga to'g'ri yo'naltirilmaganligi va shularning oqibatida kelgusida turmushga chiqqandan keyin ham og'ir vaziyatga tushib qolgan holatlarda yaqinlari tomonidan qo'llab-quvvatlanmagan ayollar ko'proq chet davlatga ketib qolib aldanib qolish holatlari. Demak, yaqinlaridan ko'mak ko'rmagandan keyin ular o'sha bola chaqasini boqish deydimi, o'zini muammosini o'zi hal qilish maqsadida chet davlatga ishga ketadi, tashqaridagi ta'sirlarga tushib qolish holatlari bo'ladi-da. Shunaqa vaziyatlarda o'ylaymizki, shunaqa xulosaga kelamizki, demak, ayol qizlarimizga yoshligidan o'z huquqlarini to'g'ri bilish, kasb hunarga yoshligidan o'rgatish, har qanday vaziyatda o'zini eplay oladigan holatga keltirishimiz kerak ekan degan holatlarga kelamiz. Dilmira Shakabirova, Istiqbolli avlod markazi loyiha koordinatori. Uning ish joyi insonlar taqdiri kesishadigan eng muhim nuqta, ya'ni davlat chegarasi. Dilmira chegaradan chiqib ketayotgan vatandoshlarimizni suhbatga tortadi. Ularning maqsadini, qayerga va kimning huzuriga ketayotganini so'rab surishtiradi. Zarur maslahatlar beradi. Musofirlikdan qaytayotganlar bilan esa so'rovnomalar o'tkazib, odam savdosi tuzog'iga tushganlarni aniqlaydi.
Dilmiraning sergak nigohi va o'z vaqtida bergan ogohlantirishi minglab insonlarni mudhish xavflardan asrab qolmoqda. Men bu tashkilotda 2021 yildan beri ishlayman. Shu mobaynida bu tashkilotda juda ko'p loyihalar bo'ldi. Shulardan bittasi migratsiya. Bu migratsiyada biz aholini, bojxona xodimlari va boshqa hamkasblarimiz bilan birgalikda migrantlarga yordam berishga harakat qilamiz. Yordam berganimizda ham biz qonuniy va xatarsiz yo'llarni migrantlarga tushuntiramiz. Bunda asosiy maqsadimiz fuqarolarni ogohlantirish, ularga to'g'ri ma'lumot berishdan iborat. Bizda mana hozir 1 oylik aksiya boshlanadi. Odam savdosiga qarshi kurash aksiyasi. Shunda hamma hamkasblarimiz, bojxona xodimlari bilan birgalikda biz aksiyaga chiqamiz. Bu aksiya bizda Qozog'iston, O'zbekiston chegaralarida bo'ladi. Bunda migrantlar bilan biz suhbatlar olib boramiz. Suhbat olib borganimizda qaysi chetga chiqishayotganligi to'g'risida, keyin nima maqsadda chiqishayotganligi to'g'risida savol-javob qilamiz ular bilan. Ularga biz qonuniy yo'l bilan chiqib ketishyaptimi, o'tda xatarlari qanchalik to'g'risida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Keyin bizda o'zimizning qog'ozlarimiz, vaucherlarimiz bor. Ularga o'sha aksiyaga chiqqanimizda beramiz. 12 ta viloyatga bizning dolzarb aloqamiz bor. Ular agar dokumentini yo'qotib qo'ysa, hujjatlarini, pasportini yo'qotib qo'ysa, o'tda oldirib qo'ysa, biz o'sha davlatda har bitta burchagidan chiqishligi mumkin aloqaga. Telefon qilishsa, biza o'sha hujjatlarini tiklashga yordam berishadi bizning hamkasblarimiz. Bu yerda telefon qo'ng'iroqlari bir soniya ham tinmaydi. Istiqbolli avlod markazining ish kuni tugamaydi, chunki baxtsizlik va xavf-xatar vaqt tanlamaydi. Har bir qo'ng'iroq kimningdir yig'isi, kimningdir so'nggi umidi va najot istagidir. Markaz xodimlari har bir murojaat ortidan yugurishadi. Huquqiy yordam, ruhiy dalda, tibbiy ko'mak va eng muhimi xavfsiz boshpana. Ularning kundalik mehnati ko'pincha kadr ortida, soyada qoladi. Ammo aynan shu soyadagi fidoyilik tufayli yurtimizda minglab oilalar qayta tiklanmoqda. Dilnoza hozir xorijga ketish arafasida turgan insonlarga yoki ketmoqchi bo'lgan kishilarga u yerga borib aldanib qolmaslik uchun yoki og'ir vaziyatga tushmaslik uchun avvalambor nima qilish kerak? Qanday maslahat bergan bo'lar edingiz? Uchta eng oltin qoidani. Ko'plab fuqarolarimiz asosan ishlashga ketishadi. Erkaklarimiz, ayollarimiz ishlash maqsadiga ketayotgan fuqarolarimizni o'sha davlatda birinchi navbatda mana agar Rossiyani ham oladigan bo'lsak-da, Rossiya davlatlariga ko'plab erkaklarimiz boradiki, birinchi navbatda shu davlatning tilini bilsin. O'sha davlatda mayli 100% darajada emas, gaplasha oladigan, fikrini ayta oladigan yoki ularga shu mehnat shartnomasi taqdim etilayotganda mehnat shartnomasida ko'rsatilayotgan talablarini, huquq va majburiyatlarini tushunib o'qiy oladigan, tushunmasdan turib qo'l qo'yib yuborish, bir xilda umuman mehnat shartnomasi so'rashmaydi ham. Shunaqa vaziyatlar ham bo'ladi. Umuman mehnat tartiblari, ishlash tartiblari, yashash tartiblaridan xabardor bo'lishsin. Chet davlatda og'ir vaziyatga tushib qolsa, agar fuqarolarimiz qayerga murojaat qilishlari mumkin birinchi navbatda. Shu haqida xabardorlari bo'lishsin va eng asosiysi pasportlari, fuqarolik pasporti bu bizani shaxsiy demak pasportimiz. Hech kim uni olib qo'yishga haqqi yo'q. Hech kimga pasportni berish kerak emas. Biror bir hujjat rasmiylashtirish kerakmi? Fuqaroni o'zi borib murojaat qilish kerak pasporti bilan. Demak, shunaqa holatlarda shu pasportini biz senga dokumentlaringni qilib beramiz deb olib qo'yib bermagan holatlar ham bo'lishi mumkin va bu pasport bizani shu O'zbekiston Respublikasi fuqarosi ekanligimizni tasdiqlovchi hujjat va bu hujjat bilan biz shu davlat politsiyasiga ham borishimiz mumkin va har bir davlatda bizani elchixonalarimiz, konsullik vakolatxonalarimiz mavjud bo'lib, demak biz shu yerlarga murojaat qilishi, fuqarolarimiz murojaat qilishi mumkin ekan. Mana shunday jabrdiydalarda birinchi bo'lib qanday tuyg'u o'ladi deb o'ylaysiz? Birinchi bo'lib bu o'z-o'ziga nisbatan baholash samotsenkasi. Nimagaki biz
juda ham ko'p ayollarni olib kelganmiz, bolalarni olib kelganmiz, erkaklarni, yigitlarni qaytarib olib kelishga yordam berganmiz. Mana bular bilan ko'rishib gaplashayotgan paytimizda biz bilamizki, bularda aynan shu o'z-o'ziga nisbatan munosabati o'zgarganligini, samotsenkasi o'zgarganligini, ularda u yoki bu ko'rinishdagi komplekslari borligini, aynan shu komplekslarni yopishib bekitish uchun o'ziga anglamagan holatda, o'ziga bilmagan holatda bu baland ovozda gapirib kulishlari yoki bo'lmasam kiyinishlari, o'zligini tutishlarida bu sekin-sekin baribir shakllanib o'zgaradi. Hayot sokin oqar suv emas. Uning har bir burilish sohilida kimdir adashadi, kimdir aldanadi. Kimdir esa chorasizlikdan suyanch izlaydi. Xorijning aldamchi va'dalariga ishonib qullikka tushgan vatandoshimiz o'z uyida qadri toptalgan ayol yoki haq huquqini bilmay zulmatda qolgan inson. Ularning bari bizning qondoshimiz, bizning yurtdoshimizdir. Sizlarni tashkilotga kelib, o'zimni taqdirimni gapirib berishimdan maqsad, u taqdirni endi orqaga qaytarib bo'lmaydi, foydasi yo'q baribir deb o'ylayman. Meni maqsadim faqatgina meni taqdirim takrorlanmasligini, boshqa insonlar ham menga o'xshab jabrlanib qolmasligi uchun insonlarni ogohlantirish uchun men o'zimni boshimdan o'tgan narsalar haqida sizlarni tashkilotga gapirib bermoqchiman. Har qanday erkak kishi oilasiga ko'p Rossiya Federatsiyasiga yetib bordik. Boshida hammasi juda ham yaxshi deb tuyuldi nazarimda. Oradan 3 kun, 4 kun vaqt o'tmasdan vaziyat keskin o'zgarib ketdi. Bizni olib borgan inson boshqa bir insonlarga, boshqa bir ularning aytishi bo'yicha bir firmada ishlaysizlar, yaxshi insonlar bor ekan. Ular bizga yordam berishga harakat qilishdi va bizga telefon nomer berishdi. Mana shu telefon nomeriga telefon qilsanglar, O'zbekistonda shunday tashkilotlar bor. Sizlarga o'xshab yordamga muhtoj bo'lgan insonlarga
yordam beminnat yordam berishadi dedi va biz telefon qilib bog'landik va bizga juda ham katta yordam berishdi. Ular biz bilan bog'lanishdi, yuristlari bog'lanishdi va kerakli maslahatlarni berib, bizani O'zbekistonga hujjatlarimizni o'zimizga qaytarib olishimizga yordam berib, sog' salomat yetib kelishimizga yordam berishdi. Va albatta bizni O'zbekistondan olib ketgan qo'polroq qilib aytganda qo'ynimizni puch-yong'oqqa to'ldirgan shaxsni ham ichki ishlarni sa'y-harakatlari bilan topib, u insonga o'zlarini qonun doirasida choralarini ko'rishdi. Shohida opa, bizni suhbatimizdan keyin ko'pchilik chet davlatlariga borib ishlashga qo'rqib qolishi ham mumkin-da, lekin o'zimizni davlatimiz tomonidan jo'natilib, qonuniy tarafda hamma narsa hal qilinsa, u yerda ishlab bemalol mablag' olish mumkin, to'g'rimi? Hozir O'zbekistonda yoshlar juda ham ko'p, yoshlarning soni ko'p, keyin inson kapitali bizda oshyapti. Bu degani o'sha mehnat kuchi. Mehnat bozoriga yangi yosh mehnat kuchlar kirib kelyapti. Ko'pincha bir anaqa eshitib qolamiz, qanaqadir tadbirlarda u migratsiyaga ketish kerak emas, o'zini vatanida, o'zini davlatida qolib ishlash kerak. Bizani nuqtai nazarimizda, shaxsan men nuqtai nazarimda migratsiya bu normal narsa. Migratsiya bu yaxshi narsa, yaxshi jarayon. Faqatgina bu boshqariluvchi, tartibga solingan bo'lsa. Nima uchun? Negaki, agarda bizning yoshlarimiz migratsiya chiqadigan bo'lsa, bu birinchi navbatdan O'zbekistonga daromad keladi. Investitsiya, oilaga investitsiya, bundan tashqari investitsiya yana bilimga. Har bitta chiqqan inson xohlaydimi, xohlamaydimi, u davlatdagi madaniyatini, urf-odatlarini ko'radi, biladi. Bundan tashqari, shu borib ishlayotgan joyida, borgan davlatidan yangi ishlarni o'rganib keladi. Yangi texnologiyalarni, balki bu texnologiya hali bizda yo'qdir. Bu texnologiya bo'lgani bilan bunda ishlaydigan xodimlarning soni kamdir. Mana shu jihatdan demak biz shaxsan men o'zim migratsiyani normal jarayon deb hisoblayman va buni qo'llab-quvvatlayman. Hozirgi kunda mana davlatimiz tomonidan tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik tomonidan juda ham ko'p davlatlar bilan mehnat shartnomalari tuzilyapti. Mana kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda yana e'lon qilishdi. Italiya davlatiga vrachlarni taklif qilinishi bo'yicha, Germaniya davlatlariga, yana boshqa spektrdagi xodimlarni jalb qilish bo'yicha yana boshqa e'lonlarga ko'zimiz tushadi. Bu degani, demak, bizadagi xodimlarni potensiali, salohiyati yuqori va biz kadrlarni yetkazib bera olamiz. Bu yaxshi. Endi ikkinchi tarafdan yana shunaqa tarafi borki, davlat tomonidan migratsiyaga chaqirilayotgan, jalb etilayotgan yoshlarimiz bu qonuniy nuqtai nazardan himoya qilingan bo'ladi. Xat hujjatlari, bundan tashqari vizasi, ishga joylashish shartnomalari, u yerdagi bo'lmasam ish sharoitlari, yashash shart-sharoitlari hammasi demak oldindan kelishilgan bo'ladi. Bu fuqarolar davlat himoyasida. Hujjati bilan muammo bo'ladimi, ish beruvchi bilan muammo bo'ladimi, vatanga qaytarish kerak bo'ladimi, soliq bilan muammo, har qanaqa vaziyat holatlarda demak davlat bularni muhofaza qiladi, himoya qiladi va vatanga qaytishini zarur holatlarda kerak bo'lgan yordamlarni berish uchun yordam beradi. Bugun biz hikoya qilgan 3 nafar ayol, Shohida, Dilnoza va Dilmira ana shunday zulmatlarga nur olib kirayotgan, vatan ostonasida va musofir yurtlarda inson umidini asrayotgan zotlardir. Ular bizga haqiqiy qahramonlik mashhurlikda emas, balki soyada turib qilingan fidoyilikda ekanligini isbotladilar. Bizga murojaat qilgan migrantlarni biz qonun doirasida chetda ishlashi uchun yordam berishga harakat qilamiz. Bunda qonun doirasida biz ularga yo'naltiramiz. Ish bilan ta'minlashga, ular o'zini xohishi bo'yicha ishlar topishga harakat qilishadi. Dilnoza, ko'pgina fuqarolarimiz hozir Yevropa davlatlariga borib ishlashni xohlashadi. Lekin u yerga borish uchun ham viza tayyorlash kerak, to'g'rimi? Albatta. Ayrimlar viza olisha olmaydi. Shu sababli qonunni buzgan holda u yerga dam olgani boryapman deb qolib ketish holatlari kuzatiladi. Turizm viza olib, u yerda qolib ketishadi. Mana shunday vaziyatlarda ularni nimalar kutadi? Yevropa ittifoqi tarkibidagi davlatlarga va Yevropa ittifoqiga hozir juda ham ko'plab fuqarolarimiz ishlash maqsadida ketishyapti. Hozirgi kunda bizda aynan bitta loyihamiz amalga oshirilyaptiki, umuman o'sha Yevropa ittifoqi tarkibidagi ishlash maqsadida ketgan O'zbekiston fuqarolarini u yerdan qaytarish, qaytgandan keyin biz majburan qaytarmaymiz. Qaytgandan keyin ularga shu reintegratsiya xizmatlarini ko'rsatish loyihamiz bor. Shu loyihamiz amalga oshirilyapti. Bu loyihamiz Yevropa ittifoqining shunaqa Frontex chegara qo'riqlash agentligi bilan hamkorlikda amalga oshirilyapti. O'sha hududda bo'lib turgan chet el fuqarolarini
bular aniqlaydi, Frontex tashkiloti aniqlaydi. Bu nafaqat O'zbekiston, boshqa davlat fuqarolari ham bo'lishi mumkin va ularni demak keyin o'zini davlatiga qaytarishga yordam berishadi. Nima uchun qaytarishga yordam bersa, u yerda ishlab yursa bo'lmaydimi ular? Ha, endi bunisiga to'xtaladigan bo'lsak, mana ko'pincha fuqarolarimiz o'sha ishlashga ketgandan ketadi, boya aytdingiz-ku, turizm bo'yicha ketib qolib ketgan bo'lishi mumkin yoki biror bir tanishini gapiga ko'ra, masalan, Xorvatiya davlatida ishi bor ekan, qurilishda oyiga shuncha ming yevro ekan, ketdik boramizmi, qanaqa boraman desa, mana o'sha yerda o'rtog'im bor, ishga joylab qo'yadi degan shunaqa narsalar. Tanish bilish orqali. Ha, yoki masalan Latviya davlatida yoki Polsha davlatida qurilishda yoki boshqa ishlarda shunaqa oshpazlik bor ekan, bir narsa ishlar bor ekan deb shunaqa gapga ko'ra ishonib borishadi, amallab shu Schengen vizalarni olishadi. Borgandan keyin u yerda ham o'zini har bir davlatda o'zini shu ishlash bo'yicha tartibi, qonun qoidasi bor. Ishlash uchun ruxsatnoma olish kerak ekan. O'sha u yerda ishga joylovchi firmalar, tashkilotlar bo'lar ekan, ishga joylovchi tashkilotlar ularni ishga olgandan keyin ularga shunaqa ishga ruxsatnoma beradigan ID karta deb aytilar ekan u narsa. Mana shunaqa narsaniga olishlik kerak bo'lar ekan. Endi bular shu ishga borishdi. Tanishini gapiga ko'ra bordi ishga joylashgandan keyin qarasa u xohlagan ish emas yoki uni qo'lidan keladigan ish emas, men boshqa ishga o'tib ketaman deydi-da, endi bilmaydi-ku, shu anaqani olish kerak, nima deydi? ID kartani olish kerak, ruxsatnomani olish kerak. Yoki olingandan keyin ketib qoladi-da, ketib qolgandan keyin nariga ish beruvchi tarafdan o'sha ruxsatnoma faoliyati to'xtatib qo'yiladi. Bilmagan holda o'sha yerda noqonuniy ishchi bo'lib qolganini bilmay qolish mumkin. Shunisi уже to'xtatilganligini bilmay qolishi mumkin. Shunaqa qilib ular noqonuniy ishchiga aylanib qolishadi. Yoki shu turizm viza bilan aytganingizdek borgandan keyin ham bo'ldi qolib ketib ozgina ishlab boraman deydi-da, o'sha ishlarga joylashadi, qonuniy ishga joylashmaydi, hujjatlar asosida ishlarga joylashmasdan noqonuniy ishlarda ishlab yurishgan paytda turli xil u davlatda politsiyalar tomonidan reydlar o'tkaziladi. Reydlar davomida, o'sha reydlar jarayonida shunaqa fuqarolar aniqlanadi. Aniqlanganda bir xil fuqarolar o'zi ham bilmagan bo'ladi. O'sha ruxsatnomasini muddati tugab bo'lgan yoki oldingi ish beruvchi tomonidan to'xtatib qo'yilganliklari haqida o'zligi keyin bilib qolishadi. Shunaqa holatlar ham bo'lgan. Shunaqa qilib keyin o'sha politsiya tomonidan aniqlangan fuqarolar u yo'ni o'sha immigratsionni markaziga topshiriladi. Keyin o'sha Frontex tashkiloti keyin bizga aloqaga chiqiladi. Ularda o'zi shunaqa spetsial baza bor, shu fuqarolar kiritiladi. Bu baza hammasi konfidensial sirlilik saqlangan holda, hamma ma'lumotlar, fuqarolarning ma'lumotlari sirlilik saqlanadi. Demak, o'sha bazaga kiritilgandan keyin ularga kelgusi shu ularni qaytarish, og'ir vaziyatga tushib qolgan qaytishga biletga puli bo'lmaydi-da, masalan, oyligini olmagan hali bo'ladi. Shunaqa paytda shu ularga qaytishlari uchun biletlar tashkil qilib beriladi hammasi. Agar sog'lig'i bilan muammo bo'lsa, aeroportda kutib olish tashkillashtiriladi. Shohida opa, sizni markazingizda yana qanday yangiliklar bo'lyapti hozir yoki yangiliklar qilmoqchisiz? Bizning markazimizda har doim bitta xizmatda, bitta yo'nalishda to'xtab qolmaymiz. Nimagaki inson omili bor, mana shu omillarga yarasha ehtiyojlari bor. Ehtiyojlarga yarasha demak bu yerda xavflari bor, keyin oqibatlari bor. Demak, bizning markazimizda faqatgina biz odam savdosidan jabrlanganlarga yordam beramiz deb aytmaymiz. Faqatgina odam savdosini oldini olish bilan shug'ullanamiz deb ham aytolmaymiz. Nimagaki odam savdosini o'zi 4 ta yo'nalishda oldini olish, jabrlanuvchilarga yordamlashish, qonunchilik bo'yicha taklif tavsiyalarni kiritish, hamkorlik. Mana bu bizda odam savdosi yo'nalishimiz bo'yicha bizning pozitsiyamiz. Bundan tashqari migratsiya. Demak, migratsiya qonuniy bo'lishi kerak, boshqarilgan tartibga solingan bo'lishi kerak. Har bitta migrant davlat himoyasida. Mana bu bizning yondashuvimiz. Bundan tashqari yana bizda zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga, bolalarga ham yordam ko'rsatamiz. Aynan shu maishiy zo'ravonlik yoki bo'lmasam xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikning barcha ko'rinishlari. Mana hozirgi kunda O'zbekistonda aynan shu zo'ravonlik masalasida, xotin-qizlar, bolalarga nisbatan zo'ravonlik masalasida juda ham ko'p qonunlarimiz amalga tatbiq etildi. Bizning vazifamiz, demak, har bitta nodavlat notijorat tashkilotining vazifasi bu qonun hujjatlarining ijrosini ta'minlanishida davlat tashkilotlariga ko'maklashish. Istiqbolli avlod markazi bu shunchaki muammolarni hal qiluvchi maskan emas. Bu kelajakni o'zgartirayotgan kuch.
Odam savdosi va zo'ravonlik zanjirini uzish orqali ular ertangi avlodni, farzandlarimizni mudhish xavflardan himoya qilmoqdalar. Toki dunyoda birorta inson o'z qadr-qimmatini yo'qotmasin, zo'rlik va zulmga uchramasin. Bu markazning har bir xodimi, har bir ko'rinmas yulduzi bizni birlashishga va atrofga befarq bo'lmaslikka chaqiradi. Zero biz birgalikda inson qadr-qimmati ustun dunyoni bunyod etamiz.